Har doim ham qonda qand miqdori ko'tarilib ketishi, ya'ni sahr ko'tarilib ketishi qandli diabet bo'lavermaydi. Bugun aynan sizlarga normada qonda sahr ko'tarilib ketishi sabablarini aytib beraman. Bilamizki, sahr miqdori, qonda qand miqdori ertalab och qoringa 8 soatli ochlikdan keyin o'lchanadi va sog'lom odamda bu ko'rsatkich 3,3 dan 5,5 gacha normada bo'lishi kerak. Va agar qonda qand miqdori 6,1 dan oshib qolsa, 6,1 millimol na litrdan oshib qolsa, bu holatni biz qonda qand miqdori ko'tarilishi deb baholaymiz. Ba'zi holatlarda normada, ya'ni sog'lom insonda qandli diabet bo'lmagan holatlarda ham sahr ko'tarilishi mumkin. Va eng birinchi ko'p uchraydigan holat bu aynan gormonlar, ya'ni dori mahsulotlar natijasida qonda qand miqdori ko'tarilishi. Bilamizki, bugungi kunda insonlar turli xil dorilar ichishadi. Antidepressantlar, gormon preparatlar, deksametazon, prednizolon kabi dorilar. Ba'zan esa mana shu gormonal, ya'ni jinsiy gormonlar, ayollar va erkaklar ichadigan jinsiy gormonlar ham qonda qand miqdorini ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zan nevrologik kasalliklarda ichiladigan dorilar, ya'ni antidepressantlar, psixotrop dori vositalari va shunga o'xshash dori vositalar qonda qand miqdorini biroz baland bo'lishiga olib kelishi mumkindir. O'zingizni tekshirib ko'ring. Agar siz o'sha yuqorida aytib o'tilgan dorilarni ichib yurib qon topshirgan bo'lsangiz va qonda qand miqdori 6,1 dan baland bo'lgan bo'lsa, mana shu dorilarni natijasida sizda qand miqdori ko'tarilishi ehtimoli yuqori. Sizga bu dorilarni ichishni to'xtatib, ma'lum muddat, ya'ni 5 kun, 10 kun, ba'zan 1 oydan keyin qayta qonda qand miqdorini ko'rishni tavsiya beriladi. Va ikkinchi eng ko'p uchraydigan sabab bu qonni noto'g'ri topshirish. Bilamizki, qonda qand miqdorini ertalab och qoringa, nahorga topshiriladi. Buning uchun bemor mana shu 8 soat davomida uxlagan bo'lish kerak, tunda hech narsa yemagan bo'lish kerak va hattoki ichmagan bo'lishi ham kerak. Faqatgina oddiy suv ichish mumkin bo'ladi. Turli xil choylar, qandaydir shirin ichimliklar yoki kompot yoki boshqa qandaydir ichimliklar ichish natijasida ham qonda qand miqdori biroz baland ko'rsatishi mumkindir. O'zingizni sinab ko'ring. Agar sizda qonda qand miqdori baland chiqqan bo'lsa va siz bu qoidalarga amal qilmasdan topshirgan bo'lsangiz, demak, qaytadan qonni topshirishni, to'g'ri topshirishni tavsiya beraman. Va uchinchi eng ko'p uchraydigan sabab bu boshqa gormonal kasalliklar. Bilamizki, organizm bu bitta to'la to'kis sistema bo'lib hisoblanadi, tizim bo'lib hisoblanadi va organizmda qaysidir gormonda buzilish bo'lsa, masalan, qalqonsimon bez kasalliklari bo'lsa, gipotireoz, gipertireoz yokida bo'lmasa, buyrak usti bezlarida kasalliklar bo'lsa, buyrak usti bezi gormonlarida buzilish bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa qandaydir gormonal kasalliklar, jinsiy gormonlarda buzilish bo'ladigan bo'lsa, sizda qandli diabet bo'lmasa-da qondagi qand miqdoringiz biroz baland bo'lishi mumkindir. Bunday holatlarda albatta yaxshilab so'rab surishtirish kerak va o'zingizni mana shu belgilarga albatta tekshirishingiz kerak bo'ladi. Qonda qand miqdori ko'tarilishi ba'zan semizlik natijasida ham bo'ladi. Sizda ortiqcha vazn bor va qonda qand miqdoringiz biroz baland chiqdi. Bunday holatlarda qandli diabetim bor ekan deb qo'rqishga shoshilmang. Albatta ozsangiz sizda qondagi qand miqdori normaga tushadi. Shu kabi foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling va sizni qanday savollar qiziqtiradi kommentariylarda yozib qoldiring.